Assalomu alaykum Avtomashina kanalining hurmatli tomoshabinlari, bugungi videomizni boshlashdan avval sizlardan iltimos qilamizki, kanalimizga albatta obuna bo'ling, chunki biz sizga dunyo avtomobil sanoatidagi eng yangi giperkarlar, superkarlar va kelajak texnologiyalari haqida birinchi bo'lib ishonchli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Bugungi maxsus videoda biz Bugatti Hyperion GT modelining to'liq texnik imkoniyatlari, dizayndagi yutuqlari, ichki qulayliklari, xavfsizlik tizimlari va umumiy ishlash darajasi haqida keng qamrovli ma'lumot beramiz. Ushbu model Bugatti kompaniyasining keyingi avlod innovatsiyasiga asoslangan bo'lib, kuch, tezlik, dizayn va texnologiyani birlashtirgan zamonaviy giperkar sedani sifatida namoyon bo'ladi. Hyperion GT tashqi ko'rinishi bilan ham, salonda taqdim etilgan premium his-tuyg'ulari bilan ham avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldira oladigan darajada ishlab chiqilgan. Bugatti dizaynerlari va muhandislari ushbu modelni yaratishda har bir chiziqni mukammal darajada shakllantirgan va bu avtomobilning umumiy ko'rinishida yaqqol seziladi. Hyperion GT'ning eng katta afzalliklaridan biri uning aerodinamik jihatdan mukammal shakliga ega ekani bo'lib, oqimli chiziqlar, past holatdagi osma tizim, keng gabaritli kuzov va silliq oqimga moslashtirilgan konturlar uni nafaqat ko'zni quvontiradigan, balki yuqori tezlikda barqaror bo'lgan avtomobilga aylantiradi. Oq rangdagi yaltiroq bo'yoq qatlami yorug'likni mukammal aks ettiradi va avtomobilga yanada nafis ko'rinish beradi. Shomromdagi yorqin yoritish ham kuzovning har bir chizigini yaqqol namoyon qiladi. Bu model ko'rkamlikni qadrlaydigan foydalanuvchilar uchun haqiqiy estetik tanlovdir. Old qismi keng va murakkab dizaynli panjara bilan jihozlangan bo'lib, uning markazida Chevrolet Trax logotipi joylashgan. Bu noodatiy kombinatsiya avtomobilni boshqalardan butkul ajratib turadi. Oldingi LED chiroqlar keskin burchakli shaklga ega bo'lib, kechasi yuqori aniqlikda yo'lni yoritadi. Past tushirilgan osma tizim, salonida esa futuristik dizayn ustuvor o'rin tutadi. Yumshoq teridan yasalgan qulay o'rindiqlar, keng sensorli multimedia ekrani, digital klaster, zamonaviy boshqaruv tugmalari va yorug'lik effektlari haydovchiga yuqori darajadagi qulaylikni taqdim etadi. Ichki makon kengligi va oyoq uchun yetarli joy esa ushbu modelni premium sinf sedani sifatida namoyon qiladi. Shuningdek, salon akustikasi yaxshilangan bo'lib, tashqi shovqin deyarli eshitilmaydi. Bugatti Hyperion GT'ning eng muhim jihatlaridan yana biri uning gibrid quvvat tizimi bo'lib, kuchli dvigatel va elektr motorning uyg'unligi natijasida tezlanish nihoyatda chaqqon va samarali bo'ladi. Bu tizim energiyani tejamkor ishlatadi va yuqori tezlikka osongina chiqadi. Bunday kombinatsiya Hyperion GT'ni kuch va zamonaviylikni birlashtirgan ideal giperkar sifatida belgilaydi. Xavfsizlik tizimlari ham alohida e'tiborga loyiq. Avtomatik tormoz yordamchisi, adaptiv cruise nazorati, yon to'qnashuvning oldini olish tizimi, kamera va radarlar orqali atrof muhitni monitoring qiluvchi ilg'or nazorat modullari haydovchi va yo'lovchilarni maksimal darajada himoya qiladi. Shomromning yorqin oq yoritilishi va yaltiroq pol sathining avtomobil yuzasida aks etishi Hyperion GT'ning hashamatini yanada yuksaltiradi. Bu muhit uning premium sinfdagi qadrini yaqqol ko'rsatadi. Hyperion GT nafaqat tezlik, balki dizayn, qulaylik va texnologiyani qadrlaydigan insonlar uchun yaratilgan mukammal tanlovdir. Videomizni oxiriga qadar tomosha qilganingiz uchun katta rahmat va yana bir bor Avtomashina kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz sizga eng yangi giperkar yangiliklarni eng tezkor va ishonchli tarzda yetkazishda davom etamiz.